Bir yigit qissasi. Yana haj mavsumi kelib, yo'lga chiqdik. Yo'lda bir yigitga ko'zimiz tushdi. Navqiron qiyinchilik ko'rmay ulg'aygani bilinib turardi. U bilan so'zlashmadik. Otini yeldirib bizdan ilgarilab ketdi. Makka-i Mukarrama bilan Madina-i Munavvara haqiqatda Allohim baraka bergan muborak joylar. Tuprog'i yoqimli, yalangoyoq bosganingizda lazzati miyangizga uradi. Xurmolari boshqa o'lkalarda o'smaydi. O'ssa ham ulardek shirin bo'lmaydi. Havosi tanga orom beradi. Ayniqsa ruhni yengil qiladigan, ongimizni tozalab, tanimizga quvvat bo'ladigan muhiti hech qayerda topilmaydi. U lazzatni boshqa yerdan totolmaysiz. Barakali muhit desa, ko'z oldimizga nuqul shu tabarruk joylar kelaveradi. Ayniqsa tavofdagi ko'ngil yuksalishi va ahdni yangilagandagi ham mas'uliyat, ham yengillikni o'zingiz his qilmasangiz tushuntirish mushkul. Ka'ba-i muazzamadan tavof qilib chiqqanimizda yana u yigitni ko'rdik. Bu safar ranglari sarg'aygan, yuzlarida qo'rquv alomati sezilib turardi. Ko'zlarida esa boshqacha ma'no bor. Xuddi izlaganini topgan odamdek edi. Qiziqib, Abdulloh unga savol berdi. Seni yo'lda uchratganimizda ranging qizil, ot ustida qadding tik va boshqacha eding. Bugun ko'ryapmanki, yuzlaring sarg'aygan, ko'zing yoshli va ahvoling o'zgargan. Qalbga yaqin va ko'ngil tabibiga o'xshaysiz deya ko'z yoshini to'xtatolmay so'zlay boshladi yigit. Sizni yo'lda ko'rganimda-yoq boshqachaligingizni sezgandim. Hozir suhbatlashayotib, 1000 yillik qadrdonimdek his qilyapman sizni. Yo'lda uchrashganimizda musulmon emasdim, ammo haqiqat izlagan yo'lchi edim. Haj mavsumi bo'lgani uchun bir Ka'ba-i muazzamaga borib ko'rmoqchi, shuncha insonlarning ibodati mohiyatini anglamoqchi bo'ldim. Makka-i Mukarrama chegarasiga borib, Ka'ba-i muazzama tomon qadam bosayotganimda xotifdan, g'oyibdan bir ovoz keldi. Do'st uyiga dushman ko'ngling bilan kirasanmi? Tanimdagi har a'zoyim qaltirab ketdi. Ovoz ham yoqimli, ham umidli, ham haybatli edi. Ka'ba-i muazzamaga kirolmay turib qoldim. Siz bilan ko'rishganim yaxshi bo'ldi. Menga nima qilish kerakligini o'rgating. Sizlardek baxtli bo'lib, do'st uyiga kirishni istayman. U yig'lar, ichkariga kirishni istardi. Keyin Abdullohdan islom shartlarini o'rganib, tezda iymon keltirdi va xushnudligidan yugurib tavofga ketdi. Bu hol bizni qattiq ta'sirlantirdi. Musulmonlardan qilib yaratganiga Allohimga beadad shukrlar qildik.